kunda dunyoda ro'y berayotgan xalqaro vaziyatlarning keskinlashuvi fonida aholini favqulodda vaziyatda muhofaza qilish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan bankimizda bunday vaziyatlarda ishchi va xodimlarning shayligi va to'g'ri harakat qilish shayligini oshirish maqsadida, shuningdek favqulodda vaziyatlardan himoyalanishga tayyorlash maqsadida bank xodimlaridan iborat fuqaro muhofazasi tarkibiy tuzilmasi a'zolariga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi fuqaro muhofazasi instituti professor o'qituvchilar taklif qilgan holda mazkur seminarni tashkillashtirdik. Ushbu seminarni tashkillashtirishdan asosiy maqsad favqulodda vaziyatlarni oldini olish, uning oqibatlarini bartaraf etish, xodimlarni va bankning moddiy boyliklarini himoya qilish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish, kelgusida xodimlarga yanada kengroq ma'lumot va tushunchalar berish maqsadida sohaga oid keng ko'lamli tashkiliy tashviqot ishlarini o'tkazilishini belgilab oldik. Mana bugun Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti xodimlari tomonidan Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati bosh ofisiga kelib, bankda tuzilgan fuqaro muhofazasi tuzilmalariga favqulodda vaziyatlarda oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish bo'yicha ko'nikmalar berildi. Ushbu ko'nikma jarayonida tuzilma a'zolarining funksional vazifalaridan kelib chiqqan holda ularga guruh bo'lgan holda nazariy tarzda ma'lumotlar berib o'tildi. Ushbu jarayonda biz bugungi kundagi o'sha dunyoda ro'y berayotgan favqulodda vaziyatlarning turlari va yurtimizda sodir bo'lishi mumkin favqulodda vaziyatlardan kelib chiqqan holda ma'lumotlar yetkazdik. Jumladan zilzila vaqtida qanday harakat qilish bo'yicha, yong'in vaqtida qanaqa harakat qilish bo'yicha hamda o'sha aktual juda mavzulardan biri bo'lgan is gazi vaqtida qanaqa harakat qilish yoki ushbu favqulodda vaziyatlar sodir bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak bo'yicha bilim ko'nikmalarida berdik.